o'z hobbisini o'zini ishiga kollaboratsiya qilgan ustani ko'rganmisizlar akalar? Namangan 2-Xitoyda bekorga aytmaymiz. Usta akamiz shunaqa narsa ixtiro qilib qo'yibdilar. Videoda boshidan bittadan like bosinglar. Buni ishlash prinsipi, nima narsalardan tayyorlangan, o'zi nima maqsadda ishlatiladi? Akram aka boshlaylik. Nima maqsadda ishlatiladi? To'liq ko'rsatib beramiz. Bu betonomeshalka bo'ladi. Ko'rib turganlaringiz Jiguli motorlarda qo'l bola qilib o'zlari yasagan ekanlar usta akamiz. Sizlarga ishlash prinsipini ko'rsatib beramiz. Ya'ni o'sha mana ba'da milkisoy deyiladi. Bizda milkisoyda oldiga keladi. Milkisoyda oldiga keladi. Milkisoyda oldiga kelganda milkisoyda mana shu betonomeshalkaga solinadi. Mana ko'ryapsizlar, shuni yoniga o'tib o'zlari shunaqa ixtirochi aka ekanlar, qaranglar mana. Bizdan like bosinglar, namanganliklar bo'lsa qo'llab-quvvatlab olasizlar. Mana shunaqa qilib turib, steshkaga, betonomeshalkaga soladi. Ichida aylanadi, aylangandan keyin mana shunaqa steshka bemalol qo'yishadi. Inson omilini kamaytirib, bel og'rig'i, oyoq og'rig'idan qutulasizlar. Mana ustalarni qaranglar, o'zi ixtirochi bo'lib ketishyapti bizning namanganlik usta akalarimiz. Buni tushirsak bo'ladimi, Akram aka? Ha mana. O'tdi. Assalomu alaykum. Ro'shan aka, charchamayapsizmi? Xush keldingiz. Mehmonlar, yaxshimisizlar? Rahmat. Bitta buni ishlash prinsipi o'zi bu nima aka? Bitta qisqacha tushuntirib bering aka. Bu betonomeshalka mikser deyiladi. Aha. Kerakli joyga olib borib to'kadi kerak bo'lsa. Aha. 1-2 объем oladi. Tayyor rastvorni 1 tonna 200. Kuba. Kuba, 1 tonna kuba, aha. Mana aytgan joyga olib borib bemalol to'kadi. Endi 10 kishilik qiladigan joyda ba'zi 3 kishi bemalol ishlatadi. Ha. Bitta operator bo'lsa shofir. Ha. 2 kishi zagotovkani malibaga to'ksa, u o'zi to'kadi ichiga. Asosiy ishi aylantirib o'sha qiladi. Aylantirib solib berish ekanda. 10 kishi qiladigan joyda 3 kishi bemalol eplaydi. So'ng kuniga 15 ta kuba bemalol qo'ysa bo'ladi. 15 kuba qo'ysa bo'ladi. Bemalol. Ya'ni metga o'sha rastvor solinadi, milkisoy, sement, qum, shahar, sement. Hamma yoq solinadi. Bu ko'tarib o'ziga solib beradi. Eng asosiy qiyini qonun aralashtirish. To'g'ri, eng qiyini aralashtirish bo'ladi. Bu ko'rib turganlaringdek ichida aralashma bo'ladi. Zo'r aralashma. Bu 1 me'yorda cho'pga qilib aralashadi. Aralashgandan keyin istalgan joyda mana hozircha istalgan joyga o'rnatiladi. Ha, qo'yib turib to'kib berishadi. 5 minutda tukkandan keyin 15 minut ketadi bitta to'la rastvor tayyor qilishi. 1 kuba, 1-2 kuba qilishida. 1-2 kuba deyiladimi? Ha, 1-2 kuba. 1-2 kubani tayyor bo'lishi uchun 15 minut vaqt ketadi xolos. Endi buni ishlash prinsipi, motorlari qanaqa, ballonlari qanaqa bitta tushuntirib bersangiz. Bu motori Moskvichniki. Moskvichniki. Polda gidravlik qilingan. Hozir Akram aka to'xtatib turing. Aha. 1 me'yorda ishlasa, ha, soatiga 1,5 litr ketadi benzin. 1,5-2 litr. Soatiga 1,5 litr xolos. Bitta joyda ishlasa agar. Chunki har xil joyda bir agar olib borib to'kadigan bo'lsa, 3 litrgacha benzin ketadi. Maksimum 3 ekanda. Ha, maksimum. Chunki borish bor, to'g'ri, yuk bilan. Xo'p, buni ruli bor, avtomat korobka, oldi, orqa. Buni gidravlika. Motor Moskvich вообще borib tovush ham yo'q, почти eshitilmaydi. Ha, eshitilmayapti aka. Mazkurlari nima endi, Ro'shan aka bular? Bunda har xil bir manipulyatori. Ha, demak, tevaga, pastga, yonga aylantirish. U tomonga ham aylantiradi, bu tomonga ham aylantiradi. Hech narsa qolmaydi mikserda. Bir gram ham qolmaydi. Bu mikserda ham o'zdan yasaganmisiz, tayyormi? Hamma o'zim yasaganmiz. Opora, stoykalar, mana shu stoykalar hamma yo'lni noldan boshlab shuni o'zdan yasagansiz. U hammasini qildi. Xo'p, qaranglar, akalar, bu video bu mahsulot sotilmaydi. Ya'ni sotish uchun emas, yo bo'lmasa bu ustalarning ishini reklama qilish uchun ham emas. Biz o'zimizni namanganlik ustakalarimiz qanaqa ixtirochilik bo'lib, qaranglar mana. O'zi usta bo'lib turib, hamma shunaqa ishiga o'zini ixtirosini hamma nafasiga qanaqa mana ishi yengillaydi. 10-15 ta odamning ishini endi mana shu oddiygina mana shu apparat qilar ekan, ya'ni belog'li har xil narsalardan qutulishadi. O'shaning uchun sizlarga motivatsiya bo'lsin, qaysi sohada ishlayotgan bo'lsalaringlar, o'zlaringiz ishlarini yaxshi ko'rsalaring, mana shu har xil narsalar ixtiro qilib turib, o'zlaringiz ishlarini yengilatsalaring bo'ladi. Bu muslargacha bor ekan apasi. To'rga to'r, любой joyda o'tadi. Ha, yo to'rikista to'rala balondan tortadi. To'rga ham tortadi. Qayda to'rala balon tortadi, 1 soat
bir soatiga 1 litrdan 3 litrgacha yurishi, nagruzkasiga qarab rasxod qiladi. 15 minutda 1-2 kubani betonni tayyor qilib beradi. Tayyor. Ikki bemalol eplaydi. Mana bu yerda bir zagotovщик tursa, 15 minutda mana bemalol qiladi. 1-2 kuba tayyor qiladi, Rastvordi bemalol tayyor qiladi. Akalar, videoga maksimal like bosib ketinglar. Agar ustakam bu narsa o'zi nomerni qoldiraman. Bundan tashqari boshqa yana ixtirolari bor ekan. Pogruska bor. Nima bor o'shanaga? Pogruska bor. Pogruska bor, kran bor. Yana xuddi shunaqa kichkina mishalka bor. Ammo pultda boshqa. Ha, unda operator bo'lmaydi shopir. Ha. Mabodo qiziqadiganlar bo'lsa, kelib ko'rsa, ko'rsataverasizlar. Pullari bor. Xudo xolasa, nomerlarni qoldiraman akamizni. Bag'di ismi Ro'shan aka, Ag'disi Akrom aka. Bizga vaqtlarni ajratib, sizlarga yaxshi kontent qilish uchun keldik. Dadam like bosib, shunaqa ixtirolar qiziqadigan do'stlarim bilan ulashib bersizlar.